Assalomu alaykum aziz hurmatli do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Bal viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, bugun esa Afg'onistonning Bal viloyati Sho'rtepa tumanining bozorini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha videoga oldik. O'sha mashhur Osif akamiz bilan birgalikda ushbu bozordagi har bir narsalarning narxlari bilan tanishtirib birma-bir inshaalloh video davomida ko'rsatib o'tamiz aziz do'stlar. Agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasam birgalikda videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, bizlarni qishlog'imizda mana shunday bozor bo'lib o'tadi. Juma kuni hamma narsa topsa bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek, mana eski matolar degandek nima deydi? Mana bu qishga kiyiladigan eskilari shu arzon 6000 so'mdan 7000 so'mdan sotilmoqda. Mana bu yerda ham pomidorlar, mana ko'rayotganingizdek dehqonchilik pomidorlar ham kelgan. Mana bozorimiz. Inshaalloh birodarlarim mana shunday videolarni davomiy kelishini xohlasangiz videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Mana pomidorlar ham dehqonchilik ko'rayotganingizdek 5000 so'mdan sotilmoqda. Afg'oniston puliga esa mana 25 afg'oni O'zbekiston so'miga 5000 so'mdan sotilmoqda birodarlar. Afg'oniston puliga 25 afg'oni O'zbekiston so'miga hisoblasak 5000 so'mdan sotilmoqda birodarlarim. Arzon va qimmatni inshaalloh yozib qoldiringlar. Afg'onistonda go'sht narxlarini ham so'rayotgan birodarlar uchun 70 ming so'mdan sotilmoqda. Mol go'shti 70 ming, qo'y qo'chqor go'shti 80 ming so'mdan sotilmoqda birodarlarim. Mana do'stlar, qo'chqor go'shtlari toza, ertalab so'yilgan go'sht 360 afg'oni 1 kilosi. Afg'oniston puliga 360 afg'oni do'stlar, 360 afg'oni qo'chqor go'shti do'stlar. Mana do'stlar, qovunlar ham nargi mana bular 2000 so'm, 4500 so'm ekan bir donasi. Mana 4500 so'm o'zi ham qovunlarni yeb ko'ring, mazali bo'ladi. Gela shirin qovun, shirin sharbat, gela. Shirin sharbatdek deydi. Dahshat qovunlar ham, lekin gap yo'q. Mana 2000 so'm. 2 kurban. 4500 so'm. Ey alhaji. Xullas. Ana bir tete bering ana. Sese bering qovun shirin deb. Gela shirin qovun, sharbat o'zi gela. 10 rupiya 25 rupiya. 10 rupiya 25 rupiya. 2 kurban çeşe kalal mamistera. Gel bana. Mana. Yeb ko'ring, mazasini ko'ring, mazali bo'lmasa olmang dedi do'stlar. Sayla var. Hayır, qovunlar. 10 rupiya 25 rupiya. O bir haber. Sayla. Oğlanlar yere bakalım. Ekenme demiyor şimdi ekenme. Mana do'stlar, anorlar ham kelibdi, dehqonchilik anorlar. Mana qishlog'imizda dehqon anorlari do'stlar. Kilosi ham 50 afg'onidan ekan mana. 10 ming so'm bo'ladi O'zbekistonning so'miga. Mana do'stlar, zo'r anorlar bor mashalloh mana. Anormisan anor mashalloh. Chiqaran tenda, entirnira chiqaran. Bo'ldi inshaalloh. Bularni Afg'oniston o'dinardir, ha? Qishlog'ning o'z dehqonchilik anorlari do'stlar, mana shu o'z qishlog'imizda yetishgan dehqonchilik anorlar. Qimmatmi arzonmi inshaalloh kommentariyaga ham yozib qoldiringlar. 1 kilosi 10 ming so'mdan do'stlar. 50 afg'oni. Mashalloh, ko'z tegmasin, anorlarga qaranglar, mashalloh. Mana do'stlar, bu yerda qovun, qovoq. Shunday bozorimiz shunday bo'lib o'tadi birodarlar. Assalomu alaykum. Dayoming, sog'ming? Shukr, alhamdulillah. Almalar nereden bo'lding? Almalar kilosi 30 rupiya. Mana do'stlar, 30 afg'oni mana bu olma. Dehqonchilikmi? Yo'q, olib satasiz. Olib satdinglar. Dehqonchilikda mana shu Afg'oniston o'tlarida nima olmalar. Do'stlar, mana olmalar 30 afg'oni kilosi. Hammasi ham bir olmami yo farq etdimi? 35 afg'oni bu, 30 afg'oni ham bular ekan. Ya'ni 6000 so'm, 7000 so'm shunaqa do'stlar. Qovunlar nadaning qovunlar? 50 afg'ona 10 ming so'mdan do'stlar, mana qovunlar ham bor ekan mana bu yerda. Assalomu alaykum.
Do'stlar mana 10 ming so'mdan qovullar. Kadilar nima olding? Kadilar. Bir danasi dana edana. Do'stlar, shunday 80 afg'on, 70 afg'on ekan. Kilosi nadan deshaman, kilosi? 13 afg'onidan kilosi do'stlar. 1 kilo qovuq 13 afg'ondan do'stlar. Tashakkur, Alloh rozi bo'lsin. Mana do'stlar, Afg'onistonda ham tovuq go'shtlari ham arzonlabdi. 220 afg'on ekan 1 kilosi. Shukraga har bu, shukraga. Mashallah sotib ketding. Ay mashallah. Mana do'stlar, tovuq go'shti mana shunaqa tovuqlar. Ko'rayotganingizdek 220 afg'on ekan, inshaalloh yozib qoldiringlar. Qimmatmi, arzonmi? Afg'onistonda 220 afg'on ekan, inshaalloh o'zbek so'miga qancha bo'ladi? Hammasini yozib qoldiramiz. Hozir mol go'shtlari ham hammasini so'rab ko'ramiz. Mol go'sht, qo'y go'shtlarini hammasini so'rab ko'ramiz, birodarlar. Kata kela, yaxshi kela berigo. Qanchadan bo'ldi akajon? 20 para baza, nabig. 20 afg'oniga 5 dona berar ekan do'stlar. 20 afg'oni, ya'ni 20 afg'oni qancha bo'ladi? 4000 so'mga 5 dona banan berar ekan do'stlar. Qimmatmi, arzonmi inshaalloh? Yozib qoldiring birodarlar. Afg'onistonda mana 20 afg'oniga 5 dona berar ekan, ya'ni 4000 so'm do'stlar. 4000 so'mga 5 dona. Qimmatmi, arzonmi do'stlar? Yozib qoldiringlar inshaalloh. Udumlar nerede oldu udumlar? Mana do'stlar 6000 so'mdan zo'r dehqonchilik uzumlar do'stlar mana. Olma qancha olma? Olmalar ham 40 afg'oni bo'lganda 8000 so'm do'stlar. Bo'lya. 8000 so'm 1 kilosi. Mana do'stlar, pomidorlar ham ko'rayotganingizdek uni narxlarini aytib o'tdik. Inshaalloh qimmatmi, arzonmi? Kommentariyalarda yozib qoldiring birodarlar. Sabzilar do'stlar mana 20 afg'on, ya'ni 4000 so'm. O'zbekiston so'miga hisoblasak 4000 so'mdan dehqonchilik sabzilar do'stlar. Enarlar qanchadan bo'ldi enarlar? Keldimi? Enar qancha jigar? 50. Anor ham 10000 so'm do'stlar. 1 kilosi 10000 so'mdan anorlar. Mana ko'rayotganingizdek anorlar 10000 so'm, sabzilar 4000 so'mdan kilosi. Arzonmi, qimmatmi yozib qoldiringlar birodarlar mana. Mana do'stlar, pomidor mana shunday bir xaltasi 150 afg'on ekan, bir 10 kilo bordir ishida. Mana shunaqa ham sotiladi birodarlar. Mana shunday bir xaltasi 150 afg'on, Afg'oniston puliga. Mana bu yerda qovoqlar ham bor, qovoq. Bizda kadi deydilar. Öldüm 70 olgan götüren yaman. Pomidor, xullas kartoshka, hamma narsalar bor. Mana do'stlar, qo'lim 1 kilosi 50 afg'ondan ekan. Arzonmi, qimmatmi inshaalloh? Buni ham kommentariyaga yozib qoldiring birodarlar. Afg'onistonda qo'lim, bizlar qo'lim deymiz buni. 1 kilosi 10000 so'm ekan, O'zbekistonni so'miga hisoblaganda do'stlar mana. Qo'limlar ham boshlandi sotilishni ko'rayotganingizdek. Mana do'stlar, sabzavot ko'katlari ham kelibdi bozorga. Juda arzon. Mana shunday 4 tasi 2000 so'm ekan. Mana shunaqa 4 donasi 2000 so'm do'stlar. Mana buni ham 4 tasi 2000 so'm. Mana buni ham 4 tasi 2000 so'm. Mana piyoz ham 4 tasi 2000 so'm. 3 tasi. Keyin pomidorlar ham 25 afg'oni, ya'ni 5000 so'mdan do'stlar. Pomidorlar ham 5000 so'mdan birodarlar. Pomidor 30. Mana bizlarni qishlog'imizdagi bo'lib o'tadigan juma bozorlarimiz bo'ladi birodarlar. Afg'oniston Balx viloyati To'qay qishlog'i bo'ladi o'g'alar. Inshaalloh mana shunday bozor, sabzavot, ko'kat narxlarini hammasini inshaalloh birinchi yo'q bo'ladimi, hammasini birma-bir videolarimizga, kanalimizga qo'yib boramiz videolar inshaalloh.
Nima bir ko'rib borasiz birodarlar. Mana shunday Afg'onistonda sabzavot ko'kat narxlarini qarang. Olma qanchadan bo'ldik? Qancha? 6000 so'm do'stlar, mana 1 kilosi olmani. Juda zo'r olma ekan, sariq. Qimmatmi, arzonmi? Yozib qoldiring inshaalloh birodarlar. Mana 1 kilosi 6000 so'm do'stlar. O'zbekistonda so'miga.